O'zbekiston qaysi qit'ada joylashgan? Osiyo. To'g'ri. 1 metrda necha santimetr bor? 100. To'g'ri. O'zbekiston bayrog'ida nechta yulduz bor? 12 ta. To'g'ri. Qadimgi Misr piramidalari kimlar uchun qurilgan? Faraonlar uchun. To'g'ri. Birinchi avtomobilni kim yasagan? Karl Benz. Email nima? Elektron pochta. To'g'ri. Tish shifokori kim? Stomatolog. To'g'ri. Bakteriyalar ham tirik mavjudotmi? Da. To'g'ri. Quyosh Yerga nisbatan qancha katta? 1 milliarddan ko'proq. Sal yaqinlashing. 1 milliard 300. To'g'ri. Fortepiano qanday asbob? Musiqa. To'g'ri. Yo, olmayanikilarga yaxshiroq savollar ekan.